Bu uyni fasadiga qarab baho bermaylar akalar. Ichkari taraflama juda ham chiroyli planirovkada remont qilingan uchastkamiz, faqatgina fasad ishlari qolgan bo'ladi. Maydoni 9 sotuli mana shu uchastkamiz Yashnobod tumani Uysozlar mahallasidan sotuvga qo'yilgan. Ya'ni orientir Farg'ona yo'ldan kirganimizda Fayzobodda ro'parasidagi mahalla bo'ladi. Suv, svet, gaz, kanalizatsiya hamma narsa bor. Uchastkamizda juda ham katta fasadga ega, ko'cha taraflama 33 metr, ichkariga 27 metr to'rt burchak shaklda bo'ladi. Hovli taraflama ko'rishimiz mumkin. Darvozaxonaning oldida Vremenka binolari bor. Buni ham tayyor remont qilib beramiz deyapti. Hozir ustida ishlar olib borilyapti va bunaqasiga katta hovli, zeleniy zona, burchada letniy kuxna va tapchani joylarni ham ko'rsak bo'ladi. Endi asosiy binoga keladigan bo'lsak, binoga kirishimiz mana shunaqangi katta hol bilan boshlanadi. Bir nechta xonalarni ko'rishimiz mumkin. Jami 6 ta xonaga ega. Bulardan bittasi katta zal, mehmonxona joylashgan. Bitta bolalar yotoqxonasi yonida alohida sanuzul bilan birga bo'ladi. Bundan tashqari bitta katta yotoqxonasi alohida garderob va sanuzuliga ega. Plus yana bitta katta razmerda yotoqxonani ko'rishimiz mumkin. Uni o'zida ham alohida garderob va sanuzullari bor. Bundan tashqari boloxonaning o'zida ham bitta zal mehmonxona va bitta yotoqxonaga ega bo'ladi. Kuxnani ko'rishimiz mumkin. Kuxnamiz ham kattagina razmerda. Binolarning tagiga yaxlit podvol qo'rilgan bo'ladi. Agar uy yoqqan bo'lsa, pastdagilarning nomerini qoldiramiz.